Assalomu alaykum. Bugun Bekrakatdan qiziq buqamizda mijozlar bilan uchrashuvimiz bor. 16 fevral 2026-yilda. Siz nima masalada keldingiz? Qaysi kredit olishni, qaysi orasida imtiyozli kredit olish, chorvachilikka. Plastika arza tashlab keldingiz, to'g'rimi? Plastika arza tashlab, davolasi yetib olamiz. Bu hujjatni ko'rib chiqamiz. Kartaga qaytaga tashlaydilar, muammosi 10 milliongacha kartaga tushadi. Sizcha yo'qmi? Men 10 millionlik imtiyozli kredit olmoqchiman. Shuncha keladi. Arzalar topshirib naqabi. Nazarlasin. Bunu chiqardilar, o'sib qilsak, bugunni o'zi chiqardilar. Sizcha yo'qmi? Men ham shu 10 million so'mlik ijtimoiy kredit olmoqchi edim. Bundan hujjatlarni tayyorlab, nasib qilsa ertaga chiqarib beramiz deyapti. Bu muammosi yo'q, bir kun uzoq kunda chiqarib beramiz. Sizcha yo'qmi? Biz o'sha 10 millionlik chorva kredit olmoqchi edik. Qolqon mahallasida. Zevkani tashatdingiz. Tashatdi. Bu zevki bizda ko'rinsa, bir kunda ko'rib chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Agar boshqa savollar bo'lmasa, buning uchrashuvimizda yakunlaymiz. Sizlarga katta rahmat.